Gruziyaga borib kelish $600, Ozarbayjonga bo'lsa $700. Armanistonga borib kelish uchun вообще to'g'ridan-to'g'ri reys yo'q O'zbekistonda. Agar bittada 3 ta davlatga sayohat uyushtiradigan dastur taklif qilsak-chi? Diqqat bilan eshiting. Eng yaxshisi bir borganda 3 tagacha Kavkaz davlatlariga sayohat uyushtiramiz. Bu albatta sizning mablag'ingizni ham tejaydi. Birinchi dasturimiz Gruziya bo'ylab istalgan turdagi sayohat. Tbilisi va Batumi yoki Tbilisi, Borjomi va Batumi. Ikkinchi dasturimiz Gruziya va Ozarbayjon. Toshkentdan Bakuga uchib, Ozarbayjonning Baku shahri bo'ylab sayohat. Gobustan milliy parki hududidagi loyli vulqonlar, qadimgi tosh o'ymakorligi chizmalari, Geydar Aliyev markazi, qiz va olovli minoralar, Shimaxa va Sheyki qadimiy shaharlari, Gruziyaning nafaqat Signahi va Tbilisi shaharlari tarixiy obidalari bilan, balkim Ananuri kompleksi va Kazbek tog'lariga ko'rinish ochadigan Do'stlik arkasiga ham tashrif buyuramiz. Uchinchisi Armanistonga. Armanistonning asosiy ko'llaridan biri Sevan ko'liga sayohat qilamiz va albatta Ozarbayjonning poytaxti Yerevan shahriga ham tashrif buyuramiz. Tezda joyingizni band qiling va Eurotour Fan Sun ofisiga tashrif buyuring.